Assalomu alaykum. Kia Ray avtomobilimiz bir ob'yomli turbo, turbina, ekonomik hamda baquvvat. Mashinamiz 2016-yil 95 000 km yurgan. Orqa balonda dami chiqib qolibdi. Bunaqalarni to'g'rilab beradi, kelib ko'rsalaring. Xo'p, 2016-yil 95 000 km yurgan. Benzin avtomobil. Narxi 9,5 million won. Mashinamiz salon holatlari mana keng holatda. Koja sidina, beshik dastur bor. Sidina rushnoy suriladi, rul sidi. Multimedia boshqa funksiyalari mavjud. Rulda start stop monitori bor, black box hypeslari bor. Mashinamiz oldi signalni isitadi. Keng holatda. Reylar bilasizlar qimmat yuradi. Bunisi 9,5 million won. Bitta kichkina yukxonasi ham mavjud. Bundan oldin chiqqan reylar Damas go'shab ochiladi. Bunisi 2016da chiqqan. Oddiy holatda ochilar ekan. Kelib test drive qilib bemalol ko'rasizlar.